Seyirni, öydeki bir nekti koyni, işleme eynekni, gilemni, bağdaki meyvelerini satsak, yetmegen yeriga kulum koştuladın qarzap bosumu, tizimliktikini toluqlusak, sile yeni bir berip bakamla. Şunda kıygandım o, tel kılanmayımız. Ulanın hepsi bek mi çoğun? Tehi kalıdın ikkini soysuğun devatmamdı. Fakat bonuganda öyni sataylı. Bunda kılışkı bolam diken. Öy makanı sitiretsek, nerede oturup gün geçirmez. Menimçe bu toyunu kınmaylı. Yasın kelgen diken, nasihat kıl. Eğer kız bilen birge öğrep, toy hıdını kaytırasın. Siz? Ben sizni, elah kovanıcaydı kütüp atqılı. Bir neçə gün boldu. Şundaqdı mı, xalığanca öy kırmısınız oladı. Nemiş oldu? Neçə gündən beri, nemiş qılatsız? Hizmet ölen de. Eğer siz meni rastımda taşlı ötümem deydiğen bolsanız, ben derhal sotqa varım. Nemilen devasız kadirligim? Bugün nem boldunuz? Çeçilip çıkapsız o, Siz rastımla, Ra'nan yasındın, tatılmakçı mı? Nemileri davatsız. Sizde güzel cananım yeni tutulsa, onu nem kılattım. Bir yerde başka gap yok. Onu tağamlığa tanıştırıp koy degendim. Belkim işler bundaq osan emasdi. Ra'na bugün düştüyken qaytib keladi. Rasma? İşenmisiniz? Aeroplan stansiyaga chiqib qarab yaqin. Şöhret, biz toyumuzni qachon qilamiz? Endi kutib turamayman. Ben mi toza takkaza bulavatım Kechquruniylik ko'nijar verib, obdan maslatish olayli. Bo'lamdi? Rasma? Men sizni qachon aldab baqqan? Hozir nima ish qilmoqchi? Tushdi damalman, tushdi keyin ishga boraman emasmi? Ems bundaq yosnamabsiz-ku. Siz kelishdan burunla sirtdan qaytib kelishimdi. Apam uyg'unib ketmasin. Siz tezroq mang'ash turing. Bo'lamdi? Juring, juring. Hey, unutib qoldingizmi? Oqishga chiqib keting. Xayr, xo'sh. Xo'sh. Men onu izlab yurayman. Shahar kirib ketgandi. Texich kamayotidi. Bir chataq yo'l qilib qolgandi. Ra'naning ishini. Men Ra'naning ishidan xabar topdim. Sizlar xotirjam bo'lsizlar. Men Yosni cho'qim izlab topaman. Biz bu ishni cho'qim o'ngshaymiz. Oqshomlik Yosin bilan keling. Maslahatlashadigan ish bor. Agar polo tayyorlab qo'ysizlar, men kelaverman. Hani geldi. Hay, geldi. Geldi. Ana siz ağılım gel. Akila. Önümüz özledim o. Somkınız biri götürüyorsun. Senlarni kim tanıydı? Yolu boşalt. Oy. Şapsalanlı bir beyazın dost oldu. Yaxşı. Qarşı aldım. Ben sizni motosikletdan opirib qo'yay. Kechiring, aeroplan stansiyadan tayyor mashinasi bor. Biz maxsus sizni og'li keldik. Nimanda kajlik qilsiz? Motosikletdan kelay. Bora. Sizdan balkim xabarimiz bo'lmasa kerak.
Iliq gadayma aylim to'yliq chidamağanlıq üçün apağız onu qoğulub etdi. Şuna o sizden qattiq nefretini atıdı. Bu işlarning sen bilen hiç qanday alakası yok. Yolun qıman. Qani, o'ltirib elə. Nima tatmisiz? Buni o'ltirib elang. Shunda qiling ana. Hayatlı bolup gelmen, kolumunu kışıp kulağını kırıp bakay. Murat, ha? Sen onun darvasını çın sakla, oldu. Hazır aptozga yetişmeyle, ondan onu öğüç apır koyayla. Ayrıpılan çıkılı 20 minut oldu. Rena'nın birden kütüp durmay ketip bağın nemisi. Onun keldi qalıqını başka adamı bilemdi. Ben onun adınızı çıkan dep enik etkan tursam. Belki bir ahval bop qalğandı. Bu iş bir aydan işidir. Aka! Ha? Selime? O menin sığınım, ha? Qaytib keldingmi? Dadam opamla yaxşıra atamdı. Mayli, nayt yaxshi. Sizlarni bekmi sevgindim. Anlasam toyağını yıkılışıp kaptı deydi o. Kimge öğlenmekçi boldun? Bu... Ali ma'lumotli yo'ldosh. Deganlaringizning hammasi to'g'ri. Akangizning to'y ishini mayliga borgandan keyin asta tushunib qolasiz. Bu ya. Tanıyamidingmi? Bu boshlang'ich maktabga qiziq sovuq desang Ali emasmi? Uning laqabi Maymun. Rostini tanimay qopdi men. U chaqda taqir boshlang'izga deyman. Endi chechimizni paqirtib yurmasak, qizlar yartamdi. Bo'ldi, narsa keraklaringizni bu janjigar akangizning velosipediga ating. Biz birga ketaylik, ha? Ma'qul. Kelinchakni aql kelib, singlingizni olib ketadigan bo'ldik-da, ha? Şöhret, rastınla şunca vala pulunu çıkar alamdı. Amine Hacca, sını gam qılmışlar, Şöhret için pul degencik. O Rana'nı yartıp kaldı mı boldu, asmandaki aynı mı üzülüş tayyar. Toğa, ağzını meni desin şunu verir da. Kelgisi de kazan mı, çömüç mü, may buladı desler. Elbette. Rana. Apa, bu siz nasıl adını kığınız? Sizi onunla obdarak nısat kıp koysa. Onu ayırmasak olmaydı. Sizi özle mekkem turslacı mı? İş çıkıp kalk beni çakıralı. Balam, Şöhretlerinin kolu da, pulu ba. Kolunu nergisin şag yetidu. Sen şunda kollegidi ba, bay adamga yapık buluşk onu mu sen? Kiyin kondak kılımız? Apa, siz beni satmakçı mı? Balam, sen mening halimga yetkin. Mening bundan başka ilacım yok. Ula Okan bilen Ufkan'ın barlıq toy çıkımlarını üstüge almakçı bolgandan keyin men seni Şöhretke berişke koşuldum. Hemme ahval ana şundak işlap kütüp kaldı. Yeni bilişki bolmaydı. Ula çayını bögünlükke ekirmekçi boldu.
Rastını aytsam, onun uygu üstüne kirip, ahvalını aniq bir bilip gelsem deyman. Ahval naiti aniq. Qizning opisi xalq olam oldida to'yliqni qaytirayotganiga qaraganda, buni cho'qim qo'llayotgan odam bor. Hozirgi gap qizning ahvolini bilish uchun uning bilan darhol uchrasak bo'ladi. Meningcha, tag'am mammamlar aytgandek, atla aholi komitetga berib, to'y xetini qaytirib yetayli. Nima? Qaytirib yetayli? Shunda demasak, Ra'no uydan qanday chiqadi? Sen nimaga kelding? Sening nima karing? Sen demasangmi bilaman. Sen Ra'noni izlab kelding, shundaqmi? Qaytib berib saraliq aytib qo'y. Ra'no Sho'xatning xonimi bo'lish oldida turdi. Bundan keyin quruq xabar bo'lishma. Sen mu berib boyvachanga aytib qo'y. Ra'noning qalbi hargizmi Sho'xatga taalluq bo'lolmaydi. Sen zaten nima ish kelding? Lalmi ishlarni izlab keldim. Lalmış. Bir payt so'ng tashlab bersa, azizning ketkicha vang-vang-vang-vangshiydigan lalmışlarni izlab keldim. Yolg'a aytma. Bu yerda vang-vang-vangshiydigan ko'rmadim. Yaxshi qarab baq. Sen meni aldayotsa, atdiganning bir yerda vang-vang-vangshiydigan lalmış ko'rmadim. Ko'zingni yo'g'an echib, o'zingga obdara qarab baq. O'shani yig'ibchi. Sen meni vang-vang-vangshiydigan lalmışga o'xshatmoqchimi? Mevzuda? Bu narsalar nima qilsiz? Ra'nodan qaytib kelibdilar. Og'rib ketib qoldi. 2 kun bo'ldi, hech narsa yemay, bir naqshini past ovozda o'qib yotdim. Sho'xratlar bir 2 kun ichida to'y qilmoqchimish. Amin xocham bozordan haydanga ko'ngil totqidek bir narsa aytayotgin deb buyurgandi. Ali aka, Ra'nodan yoshirin bir parcha xatni doktorxona boshlig'ining qo'liga olib bergin deb muobaganti. Xatni beradingizmi? O'z qo'liga berdim. Ukam Mavluda, Ra'no adingizga aytib qo'ying. O tan salomatligini obdan asirsin. Biz bu ishni cho'qim o'ngshaymiz. Erta axsham oila aqsiq chiqsin. Yasin bilan ikkimiz uni saqlab turamiz. Agar ablashmay qolsa, o'g'illikka yana chiqsin. Bo'ladi. Rahmat sizga. Hey, bu. Oy. Yigit, siz bir necha kun burunla to'y qatib bo'lgan-ku.
Bu mening singlim bo'ladi. Siz bilan bir ish to'g'riliq so'zlashgili kelgandik. Qiz tarafning vakili kelganda so'zlashaylik. Yigit, to'y qilib, necha kun o'tmayla sestra qiz Ra'no bilan yomonlashib qoldinglarmi nima, ha? Ra'no? Habibaning singlisimi? Ha? Ra'no qizning yana Anvar deb inisi bog'i deyman. Sen qanday bilasan? Uning opasi Amina Kerimg'u. Kechiring, sizni avvar qilmay o'zimiz hal qilib olsaqli bo'g'idek. Ko'ring bu tomoshani. Qizning otasi kimligini bilmay da'vo qilganini. Ha? Amina Kerim? Mana ajab tanish ism bu. Ha, shumi deya? Voy, siz qaya? Xalq doktorxonasiga lishujima? Mana sen, yaxshi turdingizmi? Bir ishingiz bormi edi? Bildim. At deganda cho'qim borman. Xayr. Urumchi taraflarda nurg'unliq yoshlar ota-onasi xizmat ishlab to'yni oddiy sodda o'tkazadigan bo'ldi. Men ota-onamni ko'ndirgandan keyin uni onasini ko'ndirishim lozim-da. To'y bo'lmagan kelin qaynonasiga nasihat qilgan ish nima bor ekan? Yangi qoida, yaxshi odatlarni tashviq qilish hamma kishining majburiyati emasmi? Degan bilan yangi ishlarimiz taraqqiy qilib borgan sari o'syapti. Ishlar yaxshi taraqqiy qilyapti. Shunday. Biroq Ra'noning og'rib qolganligi noitim yomon bo'ldi. Burungi planimiz bo'yicha Ra'noni sening uyingga o'rlashtirib qo'yaylik. Bo'ladi, shunday qilaylik. Opam uning holidan obdan xabar oladi. Ma. Akirib qo'y. Amina xacha, me'morlar ketdimi? Ketdi. Ketdi. O'taslar. Qani. Asla. Sizin bezilgan narsalarning hammasini talto'kis ekkagandu. Ha. Hammasini talto'kis, ko'ngildagidek ekepdi. Endi buningga rozi bo'lganlar. Rozi bo'ldim. Jenim Patamxon, rozi bo'ldim. Ana bola ikkisining odamgarchiligiga endi go ishonganlar. Xudoga shukr. Obdan odamlar bilan quduqdasiz. Asla, qani, baxtla. Opa! Sana qani? Karvatda yotibdi-ku. Yo'q, qarab chiqdim, yo'q turdi-ku. Voy, bu nemish? Juslaq qarab boqaylik. Ra'no? Kechibdi. Men sizga burunli degan emasmidim. Endi qanday qilamiz? Voy xudo. Bu yerim kechida bir peshkanlik yo'liqib qilishdan saqlag'aysa. Voy, uyning oqisli cho'ng daryo emasmi? Rost. Voy, justa, uzab boqay, justa. Gelmedim ya hari, kulunga bağdek oldu. Kulunga kuş, şakalet yürek, yağdek oldu. La la la, la 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 la. Kulunga kuş, la 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 la. Shtoq. Shundan qipi. Qo'linglarni ishkallaydigan nimalar? Shundan qipi. Pulimni xarjlashni bilishsan. Ra'noni qo'li keltirib olsamlar, pulim uchun, baxtim uchun. Shtoq. O'sha. Ra'na.
Rana ket. Bizni Rana ket. Jurnal aldığı çıkaylı. Rana. Rana. Oy patam kaça. Bir yerde nemiş kıpşırısız. Rana kini. Rana'nın nemiş ağaç gelmediniz. Yeniniz akırı hotun kim o? Nima adamlar bu? Oy, şu... Maman, çaqqan uyga qaytqanlar, çaqsan. Naman? Naman diye kim o? Ben Naman emas. Siz menimi tanıyamay kaldınız mı? Ben mesul kalmadım. Bana Rana gerek. Oy, Şöhret, ondaq qilma, sat buludu. O Rana'nın opisi. Mundaqdan, bu meni qiynamazdı ekan da. Men siz bilan uzunroq ko'rishni orzu suratdim. Biz ko'rish qo'yayli. Sen! Sen? Men seni, yılıq ko'nijayda saqlığıl 4 saat oldu. Toy işimiz doğruluk. Meslet işimiz diye emasmidin? Neymiş ki bağmaysa? Ben... Cüsle, bir yerden keteyli, çaqqan. Sen beni halaket yolu kıstaverme. Sana şunu eytip koyay ki, sen eğer rastın meni taşrıp etmen deydiğin bolsan, senin işlerini hemimizin halk alem aldığı çok beşeyme. Dünyadaki gapni alıp şurasam oğlum. Mende günah yok. Günah Moşula da. Moşula meni arak kız mezkip koydu. Şemmesini sorap yıkım. Şundak. Günah bizde. Onu mezkip koyup silahlardeşken cayga maramay kaldı. Rana tepildi mi? Rana ko'ngil bilib ketibsiz go. Bu daryoga o'zini tashlabdi. Opa, o kim geldi? Oo! Salime, kiring. Apa, nima geldi? Keling kızım. Rana'dan haber var mı? Rana'dan endish qilmang, u hargiz chatoq chiqargan qiz emas. Bu meni o'tir maktabga savoqdishim. Yaxshimisizlar? O'tiring. Oturun. Amin Kerim'in oyu şu mu? Hali komitet kadri ketdi. Kasla. Aslında sizkensiz de. Amine. Beni tanıyaldınız mı? Sili, helik yer ıslahat hizmet deydi işleyen yoldaş Hasan Goday'mı? Doğru ettiniz. Ben şu vakitteki Hasan. Kesle, Ozalma. otasla. Oturun. 30 yıl oldu. Şundak, 30 yıl ötüp gitti. Siz şu peti turupsiz. Nerede ki ne? Perip gitti o. Ha? Memtikan bir yer gitti mi? Hizmeti yetkilip Beijing yetkili 2 yıl olup kaldı. Oy, sile kandak kılıp biz taraflar kep kalla. Bir iş bilen kilivdim. Anlaşımca kızınızdan söyleyen yigiti bilen toy kılışı koşulmaydı siz. Muşiyet hakikaten rast mı? Sizge şunu etip koyayım. Belki nurgun pul heşlep sizge köye olmakçı olan şöhret degen tazı bir lükçek nerse. O hükümetin bazar sodusu ruhsat kallardan paydalanıp hemme eskiliklerini etçesilik bilen şoğlunu atırdı. Siz onu aldam haltısız düşüp etmeyin. Boldu emdi onu tılgı almışla. Men hemmini ufup oldum. Bırak men kızımni, helik saralık soltek muallimge beramayman. Rana, yezinin ait yaxşı, münevver okutkucusunu yaxşı görüptü. Ula, partiyanın konu adetlerini özgertip, toyunu addi sadda yeniçi öküz çakırığını açtıp
kutib qo'lladi. Bu nima degan yaxshi ish? Ayni vaqtida sizlar Mamtakan bilan yenish to'y qilib boshlamchi o'g'anligingiz esingizda-ku. Amina, u nima degan esli fazilat? Mana endi yoshlarning nikoh erkinligini, oddiy sodda yenish to'y qilishini qo'llamasangiz, bu qanday o'g'ini? Buning jamiyatga qanday yomon ta'sir berishini o'ylamadingizmi? Rost aytdilar. Yomon ta'sir bo'lishini o'ylamagan yerda emasman. Ularning to'y qilishig'imi qo'shilmayman emas. Lekin hozirgi vaqtda to'y qilish o'tgankiga hargiz o'xshamaydi. Albatta, hozirgi burunga o'xshamaydi. Xalqning turmushini aytib o'sdi. O'z loyig'ida to'y qilishga imkoniyatmi bor, biroq ba'zilar to'yni bahona qilib mol dunyo yig'ilmoqchi bo'lyapti. Zarur bo'lmagan rasmiyatlarni ko'paytirib, to'yliqni bahmi og'irlashtirib boradi. Hozirgi zamonda to'yliq so'g'i salom olmaydigan qiz neda va? O'g'limning o'ziga topgan loyig'i oliy maktabni bitirgan qizgan. Uning to'yligi cho'qim egri bo'ldi deysizlar. Opa, bo'ldilar. Bu qiz yaqinda oliy maktabni bitirgan. Salima. Sizda fikrmi? Seni balkim bilmaydiganlar. Hozir nurg'unlagan yoshlar ota-onasining qo'llashi bilan to'yda o'zaro so'g'anmaydigan bo'ldi. O degan tashviqot, chaqiriq. Amaliyotda undaq ish zodi yo'q. Ra'nodak ahmoq qiz neda va? Yigitining so'g'i salom og'idak pulining yo'qligini bilib turib, shuniga tegiman deb tarsalik qilib turib olyapti qarsilar. Ra'no qizning bu ko'z qarashiga nihoyat qoyilman. Qoyilman? Undaq bo'lsa, o'zingiz daqiqmi? Siz to'y qilgan vaqtingizda yigit tarafdan hech qanday so'g' salom olmay to'y qilishga ota-onangizni ko'ndira olamsiz? Opa, undaq gaplarni qilmag'ana. Kelimi xavoda bo'lib qaslar. Ota-onam hech qanday so'g' salom olmay yangi to'y qilishimga allaqachon qo'shildi. Shuningdek, bizning to'yimiz yaqin orada bo'lsa-mu, yigit taraf xotirjam ansirmay xizmatini ishlayotdi. Anglashimcha, qaynonamning so'qig'idek hech qanday iqtisodi yo'q-ki. Qarz oldigan, narsa kerakligini sotadigan ishlarni qilib tushmabdi. Yaxshi. Nihoyat yaxshi. To'g'ri joyda ish yo'qdi. Makaramatni qarang. To'yli qolmaydigan qiz mana oldimizda turibdi. Men sizni tabriklayman. Siz cho'qim baxtli bo'lasiz. Voy. Sizni ko'rgandeklik qilaman-ku. O'qituvchi Yosinning singlissi emasmisiz? To'g'ri. Yosinning singlisi? Rost shunday. Aytana, yigitingiz zodi kim-o? Bu nihoyat yaxshi uliga. Buni kang tashviq qilishimiz lozim. Halima, aytaveram. So'zlaring qizim, bu yerda yigitni taniydiganlar yo'qdi. Nimadan qo'rqsiz? Salima. Bu eliq Salima degan qiz emasmi? Shu. Unda bo'lsa bu yigit kim-o? Bu mening cho'ng o'g'lim. Toz tepishibdi. Ayni vaqtda sizlar Mamtakan bilan yangi to'y boshlamchi o'g'illigingiz esingizda-ku. O'zini daryoga tashlab o'lyapti deydi. Voy, hay! Epag'am to'yliq, so'zlarni bir-birlab yondirib kelib turing. To'liq aytib kelmaydigan bo'lsangiz, o'g'lim Shohratdan ko'zingizni ko'rsin.
qaytırmay turup, toyluk qaytırış karışıman deme. Oylandı çişkiren dep oylama. Obdan aça, bir kıtım iltifat kısla, kiyimlerini kiyip demen, pullarını hıclap koyup demen, hem onu eslen ne demedi? Yap boğunum, işilt boğunumdan benim nemi karım. Bügen karap durup oylandın, ünlüge ısısı çıkıdıken, herkes başarıga ısımaydı. Saklının biri ölür. Ekelim. Habibe, halkınızı verin. Siz halkınızda verin. Tıra Haça, sizler nimanca açıklayla. Patem Haça'm işitip koygan nerslerini biz töylü giteyli. Bunda kısam bolamdı. Bunu keyin özümüz bir narsa işemiz, Mavla'nın nerslerini qaytırıp esle. Ma'qul. Bir paltoluk sokni. Bir dan ün algı. Bir köңleylik jipekrek. Bir cüp sarpan. Şöhret, nedise! Şundak kılıp, biz ahir galibi kıldık. Şöhretning anısı qanday oldu? O'g'otin. Balam Şöhret, ne desen? Deb baqishib qoldi. Au kim o? Ha? Sofiya! Sofiya! Sofiya, bu kechda nega ketyapsiz? Onun bilan to'y to'g'riliq maslahatlashish uchun ketib boraman. Kim bilan? Kim bilan? Shuhrat bilan. Uqmamsiz? Onun bilan jirvatqili bir necha oy oldi. U hozir qayerda? Ko'l bo'yida saqlab turdi. Xo'shamsiz? Şöhret onun bilan to'y ish to'g'riliq maslahat qilmoqchi bo'lsa, nima uchun mushundaq bir chat joyni tanlab maslahatlashadigandir? Sofiya, qarang. Kashk manzara nima degan go'zal, a? Shundoq. Biroq kun o'ltiribdi. Jirim, ayaga chiqaylik. Sofiya, men sizga shuncha ko'p o'zirxolik aytsammi, yanılamanda ranjiyotamsiz? Siz burun. Men sizning har qanday talablaringizni o'rinlayman. Men sizni mangu baxtli qilman deganingiz emasmi? On endi men hammadan ayrildim. Amirg'im, ozroq taqat qiling. Hozirlar menga baxt kirasiz. Qo'lini tut. Kaptan ketin! Kamenta! Ulan güzel koyduk. Takam alaş. Kımırlama.
Maya! Maya! Sofiye! Gözümüz beyçim! Gözümüz beyçim! Sofiye! Sofiye! Naşa! Ben hemini tapşıray! Barlık kılmışım tapşıray! Hemini tapşıray! Mevlüde? Yoldaş, birden turup dursanız ağa kızgış kağıt gibim batı dep koysam. Boludu. Mevlüde, kelin ha, kelin. Ali aka, opam mening maktab berib o'qishimga ma'qul bo'ldi. Rasma? Sofiya, sen demag'in to'ng'u. Men seni yo'qlab kirdim. Rana, men o'zimga baxmaydinim. Bo'ldi, ko'nglingni buzma. Ishlar o'tib ketdi. Endi olg'a qarash kerak. Kelgusida cho'qim yaxshi bo'lib ketsa. Qodir? Kirsem bo'lamdi. Kiring. Sofiya, yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshi. Rahmat. Sizga. Ko'nglingizni buzmang. Meni shu yerda sizni saqlab turdi. Menimi? Ha. Papa. Canım balam. Sen meni kechirgin. Papa, balam. Yasin bilan to'y qilishingga qo'shildim. Yangi to'y qilishingga qo'shildim. Mevlüde, bir yer girmeyli. Oldu bilen Sofiya adınızı görüp çıkayım. Ma'qul. Yürü. Jur balam. Uyimizga berib, to'yning tayyorligini qilaylik. Papa. Demeli şu iyiymiş o mu? Ama shu, kiring. Aminxon, her qaysilarının aldılarına 7. katım kilişim. Toy işini emdi qanday qilamiz? Albatta bolalarning orzusi bo'yicha qilamiz-da. Rana kız, köl boydu sizni Yasin saqlab qoldi. Bol balam, kapsan bo'lsin. Mana. Bo'la.